Yurakni o'smalari xavflimi yoki uni davolasa bo'ladimi? Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhomov Oybek Erkinovichman. Ko'pchilik yurak o'smalari haqida ma'lumotga ega emas. Bu yurak o'smalari juda xavfli hisoblanib, ular ikki xil bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi sifatli va yomon sifatli. Yaxshi sifatli yurak o'smalaridan eng ko'p uchraydigan turlardan biri yurak miksomasi hisoblanadi. Miksoma metastaz bermaydi va boshqa organlarga tarqash ehtimolligi juda ham past hisoblanishiga qaramasdan, u juda xavfli hisoblanadi. Uning qattiqligi xalidesmon bo'lib, u xuddi bir osilib turgan katta holga o'xshab liqildoq bo'ladi. Agarda u uzilib qon aylanish sistemasiga tushadigan bo'lsa, organizmi insult qilib qo'yishi mumkin yoki pochkaga borsa, pochka funksiyasini to'xtatib qo'yishi mumkin yoki oyoqqa borib emboliya berib tiqilib qolishi mumkin. Miksomani davolash faqat operatsiya yo'li orqali. Miksoma olib tashlangandan so'ng bemor to'liq sog'ayib ketadi. Prognozi juda ham yaxshi. Yurakda yomon sifatli o'smalar juda ham kam uchraydi, lekin juda tez o'sadi va agressiv kechadi. Yomon sifatli o'smalarda afsuski prognoz juda ham yaxshi emas. Davolash murakkab va ko'p bosqichli bo'ladi. Agarda biz xirurgik yo'l bilan davolaydigan bo'lsak, keyingi etapda biz kimyoterapiya va nur terapiyalariga tavsiya etamiz. Bemorlar uzoq vaqt kimyoterapiya olishlari mumkin bo'ladi. Yoshingiz 50 dan oshgandan keyin yiliga bir marta ekokardiografiya qildirish yurakdagi kasalliklarni erta tashxislash uchun yaxshi yo'l hisoblanadi. Sog'lig'ingiz uchun befarq bo'lmang, sahifalarimga obuna bo'ling va like bosing.